Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan miyakart infarkti bilan kasallangan bemorlarda og'riqsiz ketish holatlarini ko'rib o'tamiz. O'z navbatida miyakart infarkti klassik, ya'ni tipik holatlarda ko'krak qafasida kuchli og'riq bo'lishi, og'riq bosuvchi, siquvchi tipda bo'lishi hisobiga biz tashxis qo'yishimiz osonroq bo'ladi. Endi og'riqsiz kechgan miyakart infarktida boshqa klinik simptomlar bilan yuzaga kelganligi uchun adashtiriladi hamda to'g'ri diagnostika qilish muammo bo'ladi hamda o'lim xavfi yuqori bo'ladi. Bugun esa o'tadigan mavzuyimiz sizlar bilan og'riqsiz miyokard infarkti, ya'ni silient miyokard infarkti ham deb ataladi. Atipik holatlarni ko'rib o'tib ketamiz. Atipik holatlari ham o'z navbatida bir necha turlari bor. Ya'ni serebralniy formasi, astmatik formasi, aritmik formasi, abdominalniy formalariga bo'linib ketadi. Endi og'riq bo'lmasligining sabablari ham bir qancha sabablari bor. Ya'ni ko'pincha qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda infarkt bilan kasallanganda og'riq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu nima bilan bog'liq? Bu qandli diabet taassuroti, ya'ni diabetik neyropatiya hisobiga nerv tolasini, aferent tolasini og'riq signallarini pasaytirishi hisobiga yuzaga keladi. Undan tashqari qariyalarda, 65 yoshdan oshgan qariyalarda vegetativ nerv sistemasi, ya'ni simpatik, parasimpatik nerv sistemasi, nerv tolalarida degenerativ o'zgarishlar yuzaga kelishi bilan bog'liq. Yana bitta sababi bosh miyada og'riq markazlari bor. Shu og'riq markazi, ya'ni analgeziyani boshqarilishini buzilishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Yana bitta sababi ayollarda bo'lishi mumkin. Yana bitta sababi u oldingi infarkt bo'lgan, yana qaytalanadigan bo'lsa, shularda og'riq bo'lmasligi mumkin. Og'riq bo'lmasligining sabablari shu. Endi bu og'riqsiz miyokard infarktida qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Sizlar bilan shuni ko'rib o'tib ketamiz. Klinik belgilarga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda to'satdan umumholsizlik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Yana boshqa belgisi hansirash bo'lishi mumkin. Serebralniy formalar bo'lishi mumkin, bosh aylanishi, shunga o'xshagan holatlar. Undan tashqari hush ketish holatlari, badanni ko'rsangiz muz yoshqa sovuq ter chiqish holatlari. Undan tashqari aritmik holatlar, yurak o'ynashi, yurak urib ketish holatlari, shunga o'xshagan bir qancha yo bo'lmasa nafas siqishi, havo yetmay qolish holatlari bilan yuzaga kelishi mumkin. Endi bunday bo'lgan holatlarda yo bo'lmasa qorin bo'shlig'ida og'riq bilan yuzaga kelishi mumkin. Bunday bo'lgan holatlarda biz boshqa kasalliklarga adashtirib qo'yamiz, hamda to'g'ri tashxis qo'yilmasligi holatlari yuzaga keladi, hamda o'lim xavfi yuqori bo'ladi. Endi bunday bo'lgan bemorlarda biz qanday qilib diagnostika qilamiz? Ko'pincha diagnostik tekshiruvlar orqali aniqlanib qoladi. Misol uchun EKG tekshiruv qilinganda yo bo'lmasam echo tekshiruv qilganda yo bo'lmasam yurakning maxsus markerlari, troponin tekshiruvlar qilganimizda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shunda aniqlanib qolishi mumkin. Endi bu qanaqa bo'ladi? Miyokard infarktining tipik holatida ham hamda atipik holatda ham patogenezi bir xil bo'ladi. Ya'ni yurakni miyokard qismini qon bilan ta'minlovchi qon ta'minlariga tromlar tiqilishi hisobiga yo bo'lmasa spazmi yo bo'lmasa qanaqadir qon tomirining nuqsoni hisobiga, ya'ni trom tiqilib qoldi. Miyokard, yurakning miyokard qismida yaxshi qon yetib bormadi, oziqlantirmadi hamda ishemik nekroz o'choq yuzaga keladi. Ya'ni miyokardning ma'lum bir qismida hujayra to'qimalar o'lishi hisobiga bu miyokardni og'riqsiz miyokard infarkti yuzaga keladi. Endi bunday bo'lgan holatlarda biz qanday qilib yordam ko'rsatamiz? Yordam ko'rsatishda biz avvalo diagnostika qilib olishimiz kerak. Tashxis aniq bo'ladigan bo'lsa, yordam ko'rsatish muammo emas. Tashxis aniqlandi. Birinchi o'rinda biz bemorni harakatsizlantirishimiz kerak, yotoq rejimi. Ikkinchi o'rinda qon suyultiruvchi dori vositalari, ya'ni antiagregan dori vositalarimizdan trombopol, klaperidogol beramiz. Antikoagulyant, ya'ni tromni erituvchi dori vositalarimiz, geparin, kleksan, shunga o'xshagan dori vositalarimiz. Undan tashqari fibrinolitiklar, ya'ni tromni eritib yuboruvchi dori vositalarimiz, streptokinaza, urakinaza, shunga o'xshagan dori vositalar. Agar og'riq bo'ladigan bo'lsa, narkotik analgetiklar hamda nitratlar beramiz. Nitratlar shu yuragni tosh tomirlarga yetirib beradigan dori vositalar. Bularga nitrogliserin, manasan, izokey dori vositalar beramiz. Undan tashqari yurakning qavatida moddalar almashinuvi, qon tomirlarida moddalar almashinuvini yaxshilovchi dori vositalari, ya'ni treduktal, kreaton fosfat, niaton, laybaten degan dori vositalar beramiz. Bu yurakdagi miyokard qismidagi moddalar almashinuvini yaxshilab beradi. Undan tashqari
yurakdagi qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini yaxshilab beradigan beta-blokatorlar, nebivolol, bisoprolol, atenolol, shunga o'xshagan dori vositalar hamda apopin ingibitorlari, kaptopril, enalapril, liznapiril, berlopril, amprilan degan dori vositalar beramiz. Bu mana shu yurak sohasidagi qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini hamda qon bosimini nazorat qiladi. Endi bu miyokard infarktini oldini olish hamda profilaktikasi qanday bo'ladi? Og'riqsiz ishemiyasini oldini olish uchun biz yuqori qon bosimini nazorat qilishimiz kerak, hamda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, qonda qand miqdorini nazorat qilishimiz kerak, hamda zararli odatlar, ichish, chekish omillarini bartaraf qilishimiz kerak. Shunda biz miyokardni og'riqsiz infarkti kelib chiqishini oldini olgan bo'lamiz hamda tibbiy tekshiruvlardan har 3 oy, 6 oyda nazorat bilan o'tib turish kerak. Endi ba'zi bir holatlarda bu miyokard infarktini oyoqda yurib o'tkazib yuborish holatlari ham yuzaga keladi. Ba'zi bir holatlarda kasallik aniqlanmaganligi hisobiga o'lim holatlari yuzaga keladi.